bugun mana qo'ylarimizni adirga baqqani olib chiqyapmiz. Xudo xolasa shu bilan endi kuzgacha adirga berib yuboramiz bo'ladi. Xo'p, qishda bosh oylarigacha, dekabrgacha adirda yurishadi. Xudo xolasa akalarimiz chiroq qilib qarab beradigan bo'lyapti. Qo'ylarimiz yaxshi holatda chiqdi. Mana ko'kka bugun birinchi chiqishi 27-aprel 2026-yil. Xudo xolasa nasib ob-havo yaxshi bo'lib tursa, shu bilan endi dekabrda qishda olib tushib ketamiz uyga. Xudo xolasa ungacha bular ancha o'sib, oyoq qo'li cho'zilib, qo'zlarimiz katta-katta bo'lib, xudo xolasa yana bo'g'oz qo'ylarimiz bor bular ichida. Bular ham qochib ko'payishadi xudo xolasa inshaalloh. Hozir bu yerda 21 bosh, 13 ta ona qo'y, bolalari, qo'zlari 8 ta. 8 ta xudo xolasa. Qani ko'ramiz. Agar kuzatib tursanglar, dekabr oyida olib tushib ketyapman. Bular qanaqa holatda, qanchalik o'zgardi, mana bunaqa dumbalari bor holatda chiqib ketyapti adirga katta-katta bo'lib. Tushayotganda ham xudo xolasa shunaqa katta-katta holatda tushadimi, yo'qmi? Xudo xolasa sizlar bilan video rolik qilib bo'lishamiz. Like, patska bosib kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh biz xizmatda. Uyda 3 ta qo'yimizni olib qo'yganmiz, 2 ta qo'chqor, bitta sog'lig'imizni olib qo'yganmiz. Ularni xudo xolasa inshaalloh Qurbon hayitiga baqib semirtirib olib chiqamiz. Inshaalloh hammalaringiz chorvalaringizga Alloh xayr baraka bersin. Qilayotgan kasbkorlaringizga rivoj bersin. Salomat bo'linglar.